Bugun men barcha pensionerlar va pensionerlarning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degan xabar nimani anglatadi? Bu pensiya to'lovlari to'xtaydi deganimi yoki faqat eski qog'oz guvohnoma tartibi o'zgaradimi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki qarindoshimiz pensiya oladi. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday xabarlarni vaqtida bilish ko'p odamlarni ortiqcha yugur-yugurdan, navbatdan va tushunmovchilikdan saqlaydi. Men avval eng muhim narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Bu yerda gap pensioner maqomini tasdiqlovchi eski qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi guvohnoma haqida ketmoqda. Ya'ni inson pensiya yoshiga yetgan, pensiya tayinlangan va har oy pul olayotgan bo'lsa, uning pensiya olish huquqi saqlanib qoladi. O'zgarayotgan narsa pensiyani tasdiqlash usuli, hujjat aylanishi va turli tashkilotlarda pensioner ekanini ko'rsatish tartibidir. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin alohida pensiya guvohnomasini olib yurardi. Masalan, avtobusda imtiyoz bor joyda, poliklinikada, sanatoriyga hujjat topshirishda, ayrim chegirma yoki xizmatlardan foydalanishda pensiya guvohnomangiz bormi deb so'rashardi. Odamlar esa shu guvohnomani doim sumkasida, pasporti yonida olib yurishga majbur bo'lardi. Guvohnoma yo'qolsa, eskirsa, familiya o'zgarsa yoki yozuvlar o'qilmay qolsa, yana tegishli idoraga borib qayta rasmiylashtirish kerak bo'lardi. Endi esa tizim asta-sekin elektron ma'lumotlarga o'tmoqda. Ya'ni pensionerning holati, pensiya tayinlangani, pensiya turi, to'lov miqdori va boshqa ma'lumotlar tegishli davlat bazalarida ko'rinadi. Bu nimani beradi? Birinchidan, odamdan har joyda qog'oz guvohnoma talab qilish kamayadi. Ikkinchidan, soxta guvohnoma, eski ma'lumot, noto'g'ri yozuv kabi muammolar kamayadi. Uchinchidan, pensionerning o'z bir hujjatini yo'qotib qo'ydim deb vahimaga tushmaydi. Chunki asosiy ma'lumot elektron bazada saqlanadi. Lekin men bu yerda yana bir nozik jihatni aytaman. Amaliyotda hamma joy bir kunda elektron tizimga o'tib ketmaydi. Ba'zi tashkilotlar hali ham eski odat bo'yicha guvohnoma so'rashi mumkin. Ba'zi joylarda xodimlarning o'z yangi tartibni to'liq bilmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerlar guvohnoma bekor bo'lsa, endi menga hech qanday hujjat kerak emas ekan o'ylamasligi kerak. Sizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta bo'lishi shart. Ko'p holatda aynan shu hujjat orqali elektron bazadan sizning pensioner ekaningiz tekshiriladi. Men ko'p murojaatlarda bir xil savolni eshitaman. Agar pensiya guvohnomasi bekor qilinsa, mening pensiyam to'xtab qolmaydimi? Yo'q, to'xtab qolmaydi. Pensiya to'lovi guvohnomaning bor yo'qligiga emas, sizga pensiya tayinlangani haqidagi rasmiy qarorga, mehnat stajingizga, yoshga doir yoki nogironlik boquvchisini yo'qotganlik kabi asosga bog'liq. Guvohnoma faqat tasdiqlovchi vosita bo'lgan. Xuddi haydovchilik guvohnomasi avtomobilning o'zi emas, balki haydash huquqini tasdiqlovchi hujjat bo'lgani kabi, pensiya guvohnomasi ham pensiya huquqining o'zi emas. Uni ko'rsatib beradigan hujjat edi. Masalan, 2 yoshli Aqmal aka 38 yil ishlab, yoshga doir pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi har oy bank kartasiga tushadi. U ilgari poliklinikaga borganda pensiya guvohnomasini ko'rsatardi. Endi yangi tartibda undan ID karta so'ralishi, ma'lumotlar bazadan tekshirilishi mumkin. Aqmal akaning guvohnomasi uyda qolib ketgani uchun pensiyasi to'xtamaydi. Lekin bank kartasi ishlamay qolsa, yashash manzili o'zgarsa, shaxsiy ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, bularni albatta vaqtida tuzatish kerak. Yana bir misol. 7000 yoshli Malika opa o'z pensiyasini naqd shaklida oladi. Chunki u bankomatdan foydalanishga qiynaladi. U pensiya guvohnomam bekor bo'lar ekan, endi pulimni bermay qo'yishadimi deb qo'rqishi mumkin. Men bunday pensionerlarga aytaman, sizning asosiy e'tiboringiz guvohnomaga emas, pensiya to'lovi kelayotgan usulga, yashash manzilingiz to'g'riligiga va shaxsni tasdiqlovchi hujjatingiz amal qilishiga qaratilishi kerak. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz muddati o'tgan bo'lsa, familiyangiz yoki tug'ilgan sanangizda xatolik bo'lsa, shuni tartibga keltirish muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjatlarda xatolik bor odamlar. Masalan, pasportda ism Gulnora deb yozilgan, eski pensiya hujjati Gulnar deb ketgan bo'lsa, elektron tizimda mos kelmaslik chiqishi mumkin.
tug'ilgan sana bir joyda 1925 yil 2 mart, boshqa joyda 1925 yil 21 mart bo'lsa, ayrim xizmatlardan foydalanishda tekshiruv cho'zilishi mumkin. Ikkinchi guruh yashash manzilini o'zgartirib, lekin tegishli organlarga xabar bermagan pensionerlar. Uchinchisi chet elga uzoq muddatga ketgan yoki boshqa viloyatga ko'chib o'tgan pensionerlar. To'rtinchisi pensiyasini ishonchnoma orqali boshqa odam olayotgan pensionerlar. Chunki ishonchnoma bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar masalasida ehtiyotkorlik kerak. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, ID kartangiz yoki pasportingiz joyida bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya miqdorida kutilmagan uzilish bo'lmasa, demak siz uchun katta xavf yo'q. Siz faqat yangi tartibga moslashasiz. Ya'ni eski guvohnomani asosiy hujjat deb emas, qo'shimcha ma'lumot sifatida ko'rasiz. Zarur joyda ID karta orqali tekshiruvdan o'tasiz. Keling, bir nechta aniq vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat: pensioner avtobusda yoki boshqa jamoat transportida imtiyozdan foydalanmoqchi. Oldin haydovchi yoki nazoratchi pensiya guvohnomasini ko'rishni so'rashi mumkin edi. Yangi tartibda esa hududdagi amaliyotga qarab ID karta, ijtimoiy karta yoki elektron tasdiq so'ralishi mumkin. Agar xodim eski guvohnomani talab qilsa, pensioner janjallashmasdan xotirjam tarzda ma'lumotlarim elektron bazada, ID kartam orqali tekshirib ko'rishingiz mumkin deb aytish kerak. Agar baribir rad etilsa, tashkilot rahbariyatiga yoki tegishli murojaat markaziga shikoyat qilish mumkin. Ikkinchi vaziyat: pensioner dorixonada chegirma olishni xohlaydi. Ba'zi dorixonalar o'z ichki aksiyalarida pensionerlarga chegirma beradi. Lekin bu davlat imtiyozi emas, xususiy dorixonaning sharti bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular qaysi hujjatni talab qilishini o'zlari belgilashi ehtimoli bor. Masalan, bir dorixona ID karta yetarli desa, boshqasi eski guvohnoma yoki elektron ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Bunday holatda pensioner oldindan so'rab olgani yaxshi. Pensionerlar chegirmasi uchun qaysi hujjat kerak? Shunda kassada noqulay vaziyat bo'lmaydi. Uchinchi vaziyat: sanatoriy yoki sog'lomlashtirish yo'llanmasi. Bu masalada ko'pincha hujjatlar ko'proq bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy xulosa, ariza, imtiyozga asos bo'luvchi ma'lumotlar. Pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgan bo'lsa ham, pensioner maqomini tasdiqlash uchun elektron bazadan ma'lumot olinishi mumkin. Lekin tibbiy hujjatlar, poliklinika xulosasi yoki boshqa asoslar baribir talab qilinadi. Shuning uchun odamlar guvohnoma bekor bo'ldi, demak hech narsa kerak emas deb o'ylamasin. To'rtinchi vaziyat: bankda pensiya kartasini almashtirish. Bank odatda pensiya guvohnomasidan ko'ra pasport yoki ID kartaga qaraydi. Chunki bank uchun shaxsni aniq tasdiqlash muhim. Agar karta muddati tugasa, karta yo'q bo'lsa, PIN kod esdan chiqsa, bank sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Pensiya guvohnomasi bekor qilinishi bankdagi pensiya mablag'ingizni yo'qotadi degani emas. Lekin men har doim maslahat beraman. Bank kartangizni hech kimga bermang. PIN kodni farzandingizdan boshqa odamga aytmang. Telefoningizga kelgan SMS kodni begonalarga o'qib bermang. 5-vaziyat: yolg'iz yashaydigan pensioner. Masalan, 7-8 yoshli Tursun buva yolg'iz yashaydi. Telefon ishlatishni yaxshi bilmaydi. Unga kimdir kelib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi. Endi pul olish uchun yangi hujjat chiqaramiz. Kartangizni bering desa, bu juda xavfli signal. Hech qaysi rasmiy xodim sizdan bank kartangiz, PIN kodini, SMS kodini, karta raqamingizning maxfiy ma'lumotlarini so'ramasligi kerak. Yangi tartib bahonasida firibgarlar ko'payishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner va ularning farzandlari ogoh bo'lishi kerak. Endi eng ko'p chalkashadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: eski pensiya guvohnomasi birdaniga mutlaqo keraksiz qog'ozga aylanib qolmasligi mumkin. Amaliyotda ayrim tashkilotlar ma'lum davr davomida eski guvohnomani qabul qilishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Agar sizda eski guvohnoma bo'lsa, uni tashlab yubormang, yirtmang, yo'q qilmang. U sizga ayrim holatlarda qo'shimcha dalil sifatida kerak bo'lib qolishi mumkin. Lekin uni yagona va majburiy hujjat deb o'ylamang. Ikkinchi nozik jihat: pensiya guvohnomasi bekor qilinishi hamma turdagi imtiyozlar avtomatik tarzda saqlanadi degani emas. Ba'zi imtiyozlar pensioner maqomiga bog'liq, ba'zilar esa nogironlik guruhi, urush faxriysi maqomi, kam ta'minlanganlik, yolg'iz keksalik yoki boshqa mezonlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, oddiy yoshga doir pensioner bo'lish bir turdagi chegirmaga asos bo'lishi mumkin.
lekin nogironligi bo'lgan pensioner uchun boshqa alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir imtiyoz bo'yicha men pensionerman deyishning o'zi yetmasligi ehtimoli bor. Qo'shimcha asos so'ralishi mumkin. Uchinchi nozik jihat elektron bazadagi xatolik. Elektron tizim qulay, lekin inson omili va eski ma'lumotlar sabab xatolik bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya tayinlangan, lekin biror tashkilot bazasida sizning ma'lumotingiz chiqmayapti. Bu holatda darhol meni ro'yxatdan o'chirib yuborishibdi deb vahima qilmaslik kerak. Avvalo shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganmi? Pasport raqami yangilanganmi? Familiya o'zgargan bo'lsa yangilanganmi? Shuni tekshirish kerak. Ko'p muammo oddiy texnik mos kelmaslikdan chiqadi. 4-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Ayrim pensionerlar yoshi kasalligi yoki harakatlanish imkoniyati cheklangani uchun pensiyani farzandi, nabirasi yoki boshqa ishonchli odam orqali oladi. Bunday holatda pensiya guvohnomasining bekor qilinishi ishonchnoma tartibini bekor qilmaydi. Ishonchnoma alohida huquqiy hujjat. Uning muddati, kimga berilgani, qaysi harakatlarni bajarishga ruxsat berilgani aniq bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki boshqa tashkilot pul bermasligi mumkin. 5-nozik jihat chet elda yurgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar farzandlarining yo'niga chet elga ketadi va uzoq vaqt qaytmaydi. Bunday vaziyatda pensiya to'lov, tiriklikni tasdiqlash, bank kartadan foydalanish, ishonchnoma va boshqa tartiblar bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Pensiya guvohnomasi bekor qilinayotgani bu talablarni avtomatik yo'q qilmaydi. Agar pensioner chet elda bo'lsa, oldindan rasmiy manbalardan yoki tegishli tashkilotdan o'z holatiga mos tartibni aniqlab olish kerak. 6-nozik jihat firibgarlik. Men buni alohida ta'kidlayman, chunki yangilik chiqqanda firibgarlar darhol faollashadi. Ular yangi pensiya guvohnomasi chiqaramiz, elektron pensiya kartangizni faollashtiramiz, guvohnoma bekor bo'lgani uchun pulingiz muzlatiladi kabi gaplar bilan qo'rqitishi mumkin. Rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali karta PIN kodini so'ramaydi, SMS kodini so'ramaydi, uyingizga kelib tezda pul to'lang demaydi. Har qanday shubhali qo'ng'iroqda suhbatni to'xtating va farzandingizga yoki rasmiy idoraga murojaat qiling. Endi men pensionerlar va ularning farzandlari nima qilish kerakligini aniq aytaman. 1-qadam. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Undagi ism, familiya, tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash manzili bo'yicha muammo yo'qmi? Shuni ko'ring. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa yoki yangilanishi kerak bo'lsa, buni keyinga qoldirmang. Chunki elektron tekshiruvlarda aynan shu hujjat asosiy kalit bo'ladi. 2-qadam pensiya to'lovi kelayotgan usulni tartibga soling. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, karta muddati tugamaganini tekshiring. Karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Agar pensiyani naqd shaklda olsangiz, to'lov jadvali, manzil va aloqa ma'lumotlaringiz to'g'riligini aniqlang. Agar pensiya bir oy kechiksa yoki odatdagidan kam tushsa, darhol sababini so'rang, lekin avval bankdan va tegishli pensiya organidan rasmiy tushuntirish oling. 3-qadam eski pensiya guvohnomasini saqlab qo'ying. Men uni tashlab yuborishni maslahat bermayman. Hujjatlar papkasida pasport nusxasi, pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi bilan birga saqlang. Ayniqsa keksa odamlar hujjatlarni bir joyga tartibli qo'yib qo'ysa, zarur paytda farzandlari ham tez topadi. 4-qadam. Agar biror tashkilot sizdan pensiya guvohnomasini talab qilsa, vaziyatni aniqlashtiring. Xodimdan xotirjam so'rang. Yangi tartib bo'yicha ID karta orqali tekshirish mumkinmi? Elektron ma'lumotnoma yetarlimi? Qaysi normativ talab asosida aynan guvohnoma so'ralyapti? Bu savollar janjal uchun emas, aniqlik uchun beriladi. Ko'pincha xodimlar ham eski tartib bo'yicha ishlashga odatlangan bo'ladi. 5-qadam. Zarur bo'lsa ma'lumotnoma oling. Ayrim holatlarda pensioner ekaningizni tasdiqlovchi elektron yoki rasmiy ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Buni tegishli davlat xizmatlari markazi, pensiya organi yoki elektron xizmatlar orqali olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Qaysi yo'l qulay bo'lsa, shundan foydalaning. Agar o'zingiz internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parol va kodlaringizni begona odamga bermang. 6-qadam. Hujjatlarda farq bo'lsa, darhol tuzating. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, manzil, telefon raqami yoki bank ma'lumotlarida xato bo'lsa, keyin ko'ramiz demang. Bugun kichik ko'ringan xato ertaga pensiya to'lovi
imtiyoz tibbiy xizmat yoki sanatoriy yo'llanmasida muammo keltirishi mumkin. Ayniqsa familiya nikohdan keyin o'zgargan ayollar. Pasportini ID kartaga almashtirganlar va boshqa viloyatga ko'chganlar bunga e'tibor bersin. 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga tushuntirsin. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz yoki bu bobongiz yangiliklarni eshitib xavotirga tushishi mumkin. Ularga baqirmang, shuni ham bilmaysizmi demang. Xotirjam tushuntiring. Pensiya bekor bo'lmayapti. Faqat guvohnoma tartibi o'zgaryapti. Hujjatlarni birga tekshirib bering. Bank kartasini ko'rib bering. Telefoniga shubhali qo'ng'iroqlar bo'lsa, sizga aytishini tayinlang. 8-qadam. Rasmiy manbaga tayangan holda harakat qiling. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlar tezda falon joyga borsin. Bugun bormaganlarning pensiyasi to'xtaydi. Yangi guvohnoma uchun pul to'lash kerak degan xabarlar tarqalishi mumkin. Har bir xabarni tekshiring. Rasmiy sayt, rasmiy telefon, davlat xizmatlari markazi yoki hududingizdagi mas'ul tashkilotdan aniqlik kiriting. Vahima bilan qaror qilsangiz, firibgarlar bundan foydalanadi. Agar sizda muammo bo'lmasa, hech qayerga shoshilib borish shart emas. Lekin ma'lumotlaringizda xatolik bo'lsa, pensiya to'lovi to'xtagan bo'lsa, biror tashkilot sizni pensioner sifatida tan olmayotgan bo'lsa, unda harakat qilish kerak. Avvalo shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni oling. Keyin eski pensiya guvohnomangiz bo'lsa, uni ham olib boring. Pensiya tayinlangani yoki to'lovlar bo'yicha oldingi hujjatlar, bank kartasi yoki bank rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Murojaatda juda murakkab gaplar yozish shart emas. Masalan, arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga yoshga doir pensiya tayinlangan. Pensiya oluvchi sifatidagi ma'lumotlarimni elektron bazada tekshirib berishingizni, mavjud xatoliklar bo'lsa, tuzatishingizni so'rayman. Agar muammo aniq bo'lsa, uni yozing. Familiyam elektron bazada noto'g'ri ko'rsatilgan. Pasport ma'lumotlarim yangilanmagan. Pensioner maqomim ko'rinmayapti. Pensiya to'lovi kechikmoqda. Qancha aniq yozsangiz, mas'ul xodim shuncha tez tushunadi. Agar sizga biror imtiyoz rad etilsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Xodimdan rad etish sababini tushuntirib berishni so'rang. Agar zarur bo'lsa, yozma javob so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda murojaat qilish osonlashadi. Masalan, transport tashkiloti, tibbiyot muassasasi, bank yoki boshqa idora sizga xizmat ko'rsatmasa, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi tartibga asosan rad etilyapti deb so'rashingiz mumkin. Yana bir muhim maslahat. Hujjat topshirganda nusxa olib qoling. Ariza bergan bo'lsangiz, qabul qilingan sanasi yoki ro'yxat raqamini yozib oling. Telefon orqali murojaat qilsangiz, qaysi raqamga, qaysi kuni, taxminan soat nechada qo'ng'iroq qilganingizni belgilab qo'ying. Bu mayda ko'rinadi. Lekin keyin masala cho'zilib ketsa, sizda dalil bo'ladi. Men pensionerlarga 3 ta narsani qat'iy tavsiya qilmayman. Birinchisi, vahima qilmang. Guvohnoma bekor bo'lsa, pensiyam ham bekor bo'ladi degan xulosa noto'g'ri. Ikkinchisi, hujjatlarni tashlab yubormang. Eski guvohnoma, qaror, ma'lumotnoma, bank qog'ozlari sizga hali kerak bo'lishi mumkin. Uchinchisi, begona odamlarga pul bermang. Yangi guvohnoma chiqarib beraman. Pensiyangizni saqlab qolaman. Bazaga kiritib qo'yaman degan odamlar rasmiy vakolatga ega bo'lmasligi mumkin. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi, kartangiz bloklanadi, hozir SMS kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Agar kimdir uyingizga kelib, yangi hujjat uchun xizmat haqi desa, avval uning xizmat guvohnomasini so'rang. Qaysi tashkilotdan kelganini aniqlang. Rasmiy telefon orqali tekshiring. Eng to'g'ri yo'l. Bunday vaziyatda yolg'iz qaror qilmang. Farzandingizga yoki ishonchli qarindoshingizga ayting. Bugungi xabarning mazmuni shuki, pensiya guvohnomasi tartibi o'zgarishi pensiyaning o'zi bekor qilinadi degani emas. Pensiyaning huquqi saqlanadi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, to'lov belgilangan tartibda davom etadi. O'zgarish asosan hujjatni ko'rsatish, ma'lumotni tasdiqlash va elektron bazalar orqali tekshirishga tegishli. Shuning uchun har bir pensioner pasport yoki ID kartasini tartibga keltirsin, bank kartasini ehtiyot qilsin. Eski guvohnomasini saqlasin, hujjatlarda xatolik bo'lsa vaqtida tuzatsin. Men sizdan iltimos qilaman, bu mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda hali ham pensiya guvohnomasi so'ralyaptimi yoki ID karta orqali tekshirishyaptimi? Qanday muammoga duch kelgansiz?
Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz